Men erima xotiniman. Shuning uchun menga 8-martga gul, qanaqadir komplimentlar, qanaqadir ayolimga degan yo'msam sevgilimga degan bir narsalar bermaydi. Chunki men xotiniman. Hani yaxshi ko'rgan qizi yo bo'lmasam prosta gaplashib yurgan qasmasmanda. Shuning uchun menga erim unaqa shokoladlar, gullar, tillalar bermaydi. Chunki men xotiniman. Ovora bo'lib istoriyalarga gullar, duxiylar, qimmat tillalar qo'ymaylar. Meni erim sevadi. Sevganidan bunaqa narsalar bermaydi. Bunaqa baxt oddiylikda. Likey